Yigitlar uchun necha yoshda turmush qurish yaxshi deb o'ylaysiz? Eng tinchi 40 ga yaqin. 40 ga yaqin. Yigitlar uchun. Yigitlar uchun 40. Qizlar uchunchi? Qizlar uchun 35. 35. 18 ga 19 yoshda. 18 yoki 19. Yigit uchun taxminan 28, Aha. 30 gacha. Qiz bola uchun 22-23. 22-23. Sharoit bo'lsa 18-20 yoshda o'g'il bola bo'lsa bo'ladi. Da, sharoit bo'lmasa. Reproduktolog shifokor sifatida shuni aytamanki, qizlarda farzand ko'rish uchun eng optimal vaqt bu 18 yoshdan to 25 yoshgacha hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham ayollardagi farzand ko'rish qobiliyatining eng yuksak va eng sermahsul vaqtini 20 yoshdan 29 yoshgacha qilib belgilagan. Erkaklarda esa ushbu muddat chegaralanmagan, lekin 25 yoshdan to 35 yoshgacha bo'lgan muddat erkaklar uchun optimal hisoblanadi. Chunki 35 yoshdan keyin turli xil turdagi genetik kasalliklari bor bo'lgan bolalarning dunyoga kelish ehtimoli juda baland bo'ladi.